Do'stim, bir marta eshitib ko'ring, ishoning ish beradi. Ey Allohim, ertangi kun menga nima olib kelishini bilmayman, lekin sen hamma narsani eng go'zal tarzda boshqarayotganingni bilaman. Mening emas, aynan sening rejalaring men uchun eng yaxshisi ekaniga ishonaman. Bugun qo'rquvlarimni, xavotirlarimni va shubhalarimni senga topshiraman. Bu avgust oyida barcha ishlarimni senga topshiraman. Mening kuchim tugagan joyda sening qudrating boshlanadi. Menga ko'tara olmaydigan sinovni bermaysan. Chunki sen meni mendan ham yaxshi bilasan. Har bir qadamimga baraka, qalbimga esa xotirjamlik ato et.